Assalomu alaykum. Men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan qandli diabet, uning kelib chiqishining asosiy sababi va qanday qilib davolash kerak shu haqida hamda nima uchun hozirgi kunda qandli diabet kasalligi nasliy moyillik bo'lishiga qaramasdan naslida yo'q odamlarda ham juda ko'payib ketganligining asosiy sabablari haqida gaplashib o'tamiz. Qandli diabet deb qachonki qondagi qand miqdori och qorinda 6 mmol dan to'q qorinda esa 7,8 mmol dan ko'tarilsa, buni qandli diabet deb aytamiz. Yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar. Ya'ni siz och qorinda topshirasizmi, to'q qoringa topshirasizmi, birorta butun to'rt yeb topshirasizmi, bir tovoq xamirli ovqat yeb topshirasizmi, kuchli stress holatda bo'lmaysizmi? Qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar qondagi qandni tekshirtirganingizda qachonki qondagi qand miqdori 11 mmol dan ko'tariladigan bo'lsa, bu 100% holatda qandli diabet kasalligi hisoblanadi. Qandli diabet birinchi va ikkinchi turga bo'linadi. Demak, birinchi turi yosh bolalarda uchraydi. Bu asosiy stress hisobiga, qo'rquvlar hisobiga kelib chiqadigan bo'lsa, ikkinchi turi demak yosh kattalarda bu semizlik hisobiga hamda stress hisobiga kelib chiqadi. Hozirgi aytadigan fikrlarimiz asosan ikkinchi tur haqida, ya'ni qandli diabet ikkinchi tur haqida bo'ladi va bu meditsinadagi o'sha fikrlardan ozgina chetroq chiqqan holda gapirib o'tamiz. Demak, qandli diabet ikkinchi turi stress va semizlik hisobiga kelib chiqadi deb aytib o'tdik. Ikkala holatda ham kelib chiqishining asosiy sababi jigarning funksiyasini pasayishi yotadi. Ya'ni stress hisobiga, bizda ma'lumki stress hisobiga ko'krak va qorin o'rtasida joylashgan diafragma degan mushakimiz bo'ladi. Stress hisobiga diafragma spazm uchraydi, ya'ni diafragma harakati to'xtaydi. Ma'lumki, diafragma normada nafas aktida qatnashadi. Ya'ni nafas olganda pastga qarab tushib, nafas chiqarganda yuqoriga qarab ko'tariladi. Ya'ni nafas olganda pastga tushganda jigar, oshqozon barcha ichki organlar pastga qarab bosganda jigar ichidagi o'tni haydaydi pastga qarab. Ya'ni 12 barmoqchaga qarab haydab beradi. O't qopidagi o'tni ham haydab beradi. Yuqoriga ko'tarilgan paytda esa demak jigar ichiga toza qon tortib oladida, jigarning normal funksiyada ishlashini ta'minlab beradi. Ma'lumki, jigar bu organizmdagi fabrika, ya'ni zavod vazifasini bajaradi. Ya'ni tanadagi barcha gormonlar, fermentlar, barcha qon tanachalar deymizmi, barchasi umrini yashab o'tgandan so'ng barchasi jigarga kelib parchalanadi. Demak, endi gormonlar masalasiga o'tamiz. Demak, bizda qonda qand miqdorini regulirovka qiladigan oshqozon osti bezida insulin degan gormonimiz chiqadi. Endi insulin normal holatda, ya'ni o'zi normada ishlamaydi. Ya'ni insulinni ishlatadigan ikkita gormonimiz bor. Testosteron hamda vitamin D degan gormonlarimiz bo'ladi. Bu vitamin D va testosteronimiz qachonki aktiv holatga o'tadigan bo'lsa, bular insulinni hujayraga tanitib beradi. Ya'ni insulinni ishlashini ta'minlab beradi. Endi qolgan barcha gormonlarimiz esa insulinga qarama-qarshi ishlaydi va ular kontrainsulinlar gormonlar deydi. Masalan, zobni gormonlari T3, T4 deymizmi, yoki ko'krak bezidan suv chiqargan prolaktin deymizmi, aldosteron degan gormonlar deymizmi, yoki bo'lmasa buyrak usti bezidan chiqadigan adrenalin, noradrenalin gormonlar deymizmi, kortizollar deymizmi, yoki glukagon gormon, barcha gormonlar insulinga qarama-qarshi ishlaydi. Ya'ni insulinni ishni bloklab beradi. Demak, gormonlar haqida bilib oldik. Endi qachonki stress hisobiga yoki bo'lmasam semizlik hisobiga jigarning harakati pasayishi hisobiga jigar ustini yog' boshlaydi. Natijada qachonki uzi analizda yog'li gepatoz 3-darajaga yetadigan bo'lsa yoki bo'lmasam stress hisobiga jigar ichida o't dimlanib, gepatozlar ma'lum bir darajagacha parchalanadigan bo'lsa, jigarning ishi sezilarli darajada pasayadi. Natijada qondagi gormonlar miqdori ko'tariladi. Insulinning ham miqdori ko'tariladi, kontrainsulinlar gormonlar miqdori ham ko'tariladi. Va o'z navbatida yuqorida aytdikki, insulinni ishlab beradigan vitamin D va testosteronning aktiv shakli deb aytib o'tdik. Demak, gepatozlar parchalanishi hisobiga vitamin D'miz hamda testosteronimiz aktiv shaklga o'tmaydi. Aktiv shaklga kam miqdor o'tadi. Natijada insulin miqdori ko'p bo'lishiga qaramasdan ishlolmaydi va qondagi qand miqdori ko'tarilishni boshlaydi. Shuning hisobiga mana hozirgi kunda o'sha jigarning funksiyasini buzilishi hisobiga, ya'ni semizlik va stresslar hisobiga jigar funksiyasi pasayganligi hisobiga qandli diabet kasalligi hozirgi kunda juda ko'payib bormoqda. Endi bundan kelib chiqib o'tiribdiki, biz qandli diabetni qancha insulin bilan davolanmaylik, bu asosiy davo chorasiga kirmadi ekan. Xo'sh, endi buni qanday davolaymiz? Yuqorida aytib o'tgan sabablarga ko'ra 3 qadam bilan davolaymiz. Birinchi qadam stress hisobiga diafragma harakati to'xtaydi deb aytib o'tdik. Ya'ni diafragma spazm uchraydi deb aytib o'tdik. Demak, birinchi qadam diafragma spazmni bartaraf qilishimiz kerak bo'ladi.
Buning uchun bizning qovurg'alarimiz to'shga tutashgan joyi bor. Qovurg'alarning to'shga kelib tutashadigan joyda ikkita diafragma oyoqchasi bo'ladi. Aynan stress paytida diafragma oyoqchalari spazmga uchraydi. Demak, biz diafragma spazmini bartaraf qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun diafragma oyoqchalari sohasiga qo'limizni xuddi shu holatda ichkariga qarab kirgizamiz. Hamda qorin bilan nafas olib chiqargan sari barmoqlarimizni qovurg'a orqa sohasiga qarab o'tkazib boramiz. Va xuddi shu holatda ushlab turamiz. Nafas olib chiqaraveramiz qorin bilan. Bunda barmoqlarimiz diafragma oyoqchalariga tegishi hisobiga diafragma spazmi bartaraf bo'ladi. Buni 30 sekund davomida bajarsangiz kifoya qiladi. Kunda bir mahaldan bajarib turasiz. Demak, diafragma spazmini bartaraf qiladigan bo'lsak, jigarni yana qaytadan funksiyasi sekin-asta tiklanish boshlaydi. Ya'ni diafragma harakatga keladi, jigar ustidagi yog'lar sekin-asta yuvilishni boshlaydi, jigar ichida o't haydalish boshlaydi va gepataslar sekin-asta tiklanish boshlaydi. Ikkinchi qadam aytib o'tdikki, jigar ichida o't dimlanib, demak gepataslar parchalandi dedik hamda gepataslar parchalandi deb aytib o'tdik. Demak, biz ikkinchi qadamda jigar ichidan o't haydovchi dorilar, ya'ni jelchigoniy damlamalar yoki o't haydab beruvchi ursodezoksahol kislota sostavli dorilar, ya'ni masalan ursamaklar ichish tavsiya qilaman. Ikkinchi vazifa gepatatitlarni tiklanishiga yordam beruvchi rastoropshiy sostavli o'tli preparatlar yoki bo'lmasam shu rastoropshidan tayyorlangan damlamalar ichish tavsiya qilaman hamda gepatatitlarni tiklanishiga yordam beruvchi ademetianin sostavli ademta geptral degan tabletkalar bo'ladi. Shularni ichish tavsiya qilaman. Bunda biz jigarning funksiyasini tiklaymiz. Ya'ni jigar gepatatitlar sekin-asta tiklanishi boshlaydi. Natijada yuqorida aytib o'tganimizdek vitamin D hamda testosteronning aktiv shakli hosil bo'lishi yaxshilanadi. Uchinchi qadam biz vitamin D hamda testosteronning aktiv shaklini tashqaridan qabul qilsak bo'ladi. Testosteron aktiv shakli dihidrotestosteron yoki mesterolon degan shakli bo'lishi mumkin bo'ladi, lekin bularni ichish yoki inyeksiya shaklida qabul qilish tavsiya qilmayman. Nima uchun? Chunki bular gepatatitlarni o'ldirish funksiyasini o'ldiradi. Bular juda zaharli hisoblanadi jigar uchun. Lekin vitamin D ning aktiv shakllari bor dorixonalarda. Ya'ni alfa kalsidol hamda alfa kalsitriol shaklidagi vitamin D lar dorixonalarda sotiladi. Demak, xuddi shu vitamin D ning alfa kalsidol va alfa kalsitriol shakllarni tavsiya qilaman. Bunda aktiv vitamin D insulinni sekin-asta ishlashini ta'minlab beradi. Natijada qondagi sahar miqdori ham sekin-asta pasayib boradi. Yuqorida aytilgan 3 ta qadamni bajaradigan bo'lsangiz, sizda qand miqdori juda ham yaxshi pasayadi va kerak bo'lsa, qandli kasal, diabet kasalligidan butunlay xalos bo'lishingiz mumkin. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar.